Asfaltchi bola kanali kuzatuvchilar, videoni ko'rishdan oldin videoga bitta like bosib qo'yasizlar, o'z izohinglarni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Asfaltchi boladan yangi obyekt asfalt uklachi tomonidan yotqizish jarayoni tasvirga olmoqdamiz. Bu sklat, ya'ni sex bo'ladi. Bu obyektimizga biz asfalt uklachiga 5 sm qalinlikda asfalt yotqizib bermoqdamiz. Ko'rishinglar mumkin. Yoniga bordyurlarni o'rnatganmiz, o'zimiz latoklarni o'rnatganmiz, polniy asfaltlarni taxlagan. Hozir mana bunaqasiga yo'linglar agar bitta ahmoq bersanglar, polniy asfalt bo'lib keldi. Xudo xolisa mana shunaqasiga yo'linglar bilan bu yoq bilan qilib chiqib ketamiz, xudo xolisa. Bu asfalt uklachi tomonidan yotqizish jarayoni ketmoqda. Hop. Ko'rishinglar mumkin avtomobil holatimizni ham. Biz sizlarga qulay va barcha turdagi asfalt yotqizishlarni olib boramiz. Ustoz, og'rig'i yo'qmi? Menda yo'q. Menda yo'q. Sizlarda bo'lmasa bo'ldi. Bizda yo'q. Ha, ustozim bo'ladi. Xo'p. Bizlar bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizishlarni olib boramiz, hamda asfalt yotqizishlarni ham qanaqa arzon narxda yotqizib beramiz, shuni bilasizlar. Agar shu narximiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, videoga like bosib qo'yish, albatta esingizdan chiqmasa, mana bu asfalt uklachi tomonidan bu yoqda ligirovka qiladi, o'ngga chapga qilib, bu yoq tomonidan ham xuddi shunaqa. Va asfaltni maydaligiga ham bitta ahamiyat qaratib qo'yamiz. Xo'p, mana toshiga qaranglar buni. Bunaqasi faqat asfaltchi bolada bo'ladi. Asfaltchi bola butun O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizishlarni olib boradi, hamda qilingan ish uchun eng kamida 1 yildan 10 yilgacha kafolat beradi. Wow, 10 yilda kim bor, kim yo'q. 1 yil garantiya beramiz biz qilgan ishimizga, chunki asfalt ham 3-4 oyda o'zining sifatini bildiradi. Sizga 3-4 oy turib berdim, ya'ni bir qish ko'rib bersam, misol uchun bir qishdan o'tib berdim, sizlarga uzoq yil xizmat qilib beraman. Beton qilsanglar ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun betondan asfalt sifatliligini men sizlarga yana bir bor isbotlab o'taman. Sizlar ishga hozirgi kunda bir qish ko'rgandan keyin toshlar chiqib bitilishni boshlagan, lekin asfalt, bir asfalt qildirsanglar, xudo xolisa qachon asfalt qildirganingizlar yodingizdan ham chiqib ketib qoladi. Xo'p, bu yerda mana bunaqa katogimiz bor va bu katogdan keyin asfalt uklachiga yotqizilsa, pnevma katogimiz bor, mana katta katogimiz. Bizda pishiradi asfalt. Xo'p, mana asfaltimiz ham mashinada keldi. Xo'p, hozir to'kish jarayonini ko'rsatib o'taman sizlarga. Asfalt holatiga ekanini qaranglar. Qayerga, qaysi obyektga olib borishimizdan qat'iy nazar asfaltimiz obyektga mana shunaqa issiq, qaynoq holatda boradi. Asfaltchi bolaning asfalti xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, bizga murojaat qilishingiz uchun 94 kod bilan 538 44 63 yoki 280 49 79 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, biz butun O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizishlarni olib boramiz. Vodiy bo'ylab esa 91 kod bilan 669 44 66, ya'ni Farg'ona asfalt bor, bilasizlar, Farg'ona asfalt bizning filialimiz bo'ladi. Farg'ona asfalt bilan aloqaga chiqsanglar, mana shunaqa sifatli asfalt ham Farg'ona asfaltda bo'ladi. Bizlardan uzoqlashmaslik uchun albatta asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yasiz. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Asfaltchi bola doim xalq xizmatida. Xudo xolasa ishinglarni juda ham ko'ngildagidanda ziyoda qilib beramiz. Asfaltchi boladan uzoqlashmanglar, videoga like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin.